Tak, bolalar charchamayapsizlarmi? Sog'lik yaxshimi? Biz bilan nablidonaga qaramabmiz, bu to'lib ketibdi. Va startni bosdik 52 ta odam bilan. Bilan yangisini qo'yib yuborsak ham bo'lar ekan, ha. Bolalar bizni kimda-kim YouTube kanalida birinchi marta ko'rayotgan bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tib olinglar. Telegram kanalda doimiy 100 yillik lobbilar bo'ladi. Biz hozir nablidoyada 011 jamoasi a'zolari Sardor, Saidjon va men birga o'yinni sharhlab borishga harakat qilamiz. Nablidoyadamsizlar bolalar? Alo. Nablidoyadamiz. Davay, gapirib turamiz endi, gapirib. O'yinni sharhlaymiz. Shunday. Biza bosib qo'yib, bu yerda guringlashib o'tirsak, qo'shilib nablidoyni ham to'lib qo'yibdi. 52 taga qo'shilib, nima degan gap bu? Yo 3-kartani Erangil qilib yuboramizmi? Sardorning yana mikrofon yopilib qoldimi? Saidjon? Tak, e'tibor qilmaysizlar, bizni sheriklarimiz ana shunaqa kod tashlang deydi. Kod o'yin boshlanib bo'ldi-yu o'zi. O'yin boshlandi o'zi. Tak. Saidjon, ovoz bormi? ovoz yo'q-da, men siqilib yotibman shunga, baqir-chaqir qilib mana yerda. Bolalar, ovozlaring chiqib tursin. Eshityapsizlarmi? Alo. Eshityapmiz. Ha, gapirib turinglar bo'lmasa, nima gapirmayapsizlar? Gapiryapmiz-ku, men gapiryapman, tinmay. Ovozing kelmayapti-da bizga, oshna. Tak. Alo, ovoz bormi, ovoz? Endi bor ovozing, endi bor ovozing. Tak, kim qayerda papadena bo'ladigan bo'lsa aytib turinglar. Men iloji boricha ko'rsatishga harakat qilaman, chunki zapis bitta menda ketyapti, nablidoyada 3 ta bola o'tiribmiz. Bizda YouTube kanalimiz 100 tadan oshganligi munosabati bilan katta turnirimizni bugun 2-kuni, kecha 2 ta 120 likdan 2 ta turnir qildik va bugun yana 2 ta turnir qilyapmiz. Hozir bitta 52 ta odam. Men qolib ketganlar yozyapti o'zi. Nima deymiz bularga? Yo'q, deydi. Keyin keladi endi. O'shaning uchun bolalar Telegram chatdagi odamlar Telegram kanaliga o'tib olish kerak. Kanalda o'sha faqat ID bilan kod turadi. Chatda ID kod tashlagandan keyin bir balolar yozib tashlanadi, undan keyin sizlar ID kodlarni tepalardan qidirib yurishlaringga to'g'ri keladi. Shuning uchun kanalga o'tib olsanglar, kanalda bittada ko'rinadi. Kim bu? Donut Godzilla, o'tgan safar ham o'ynadi. Joha. Eng yaqin bor hozirgi joy Giron yo'q ekan. Bor ekan, adashmasam. Bizda hozir juda katta to'qnashuv bo'lyapti-mi meni yonimda? Tak. Polkovnik уже yopildi polkovnik. Chunki Joh orqasidan borib urib yubordi. Naryoqda Ekimboy bilan Johnny. Vallahi fighting bo'layotgan joylar bo'lsa menga aytib turinglar, men bitta joyni ko'rib o'tirib, bu joylarni ko'rsata olmay qolmayin. Eshityapsizlarmi? Alo.
Ana Gironovdan ana Risalga ketayotgan saytini ko'ramiz qani. Oldida Yopildi. Jon chaqirishga ulgurdi уже. Ko'tarish kerak, sherikni ko'tarish kerak. Chunki uni sherigi tushadi hozir. Уже uni sherigi tushdi ana. Уже ko'tardi lekin. Хорошо. Asilbekda ham yopardi. Polkovniga. Sardor. Молодец. Buni qattiq o'ynayapti. Chep ketyapti. Saidjon kimni ko'ryapsan aka? Bitta komanda yopildi-ku bizda 3 ta komanda. Ha menga aytmaysizlarmi? Men ekranda ko'rsataman o'shani. Zapis mendan-ku, bolalar. Yopilib bo'ladi. Ya mayli o'sha bo'layotgan joylarni menga aytsalaring, men ko'rsataman-da. Tak. Mo'minov qanday chiqib joyini qaranglar. Komanda bilan Молодец, lager. yaqin joyda. Lager. Mo'minovni hayaga tushirib yuborishdi. Sayhan. Ko'ramiz. 8-komanda bilan 5-komanda yaqinroq ekan bir-biriga. Yaqinlarda emas. Sayti bo'ladimi? 18 bilan 5. 18 bilan 5. Yazıyor. Aha. Yopildi. Erimshoh. Erimshoh. Buni qarang, birinchi komanda bilan yaqinligini. O'tmayapti YouTube. Birinchi komanda bilan Yo, 18-komanda. yaqin emas u. Sen o'ziga kirib ko'rsang yaqin emas, naryoqda ular. Bu toshlar orqasida yotibdi naryoqda. Bizda hozir talpa bo'layotgan joy Ajati bilan sen haligi nimani tushuntirgan qani Sardor, nima qilmoqchi edik biz? Nimani aytyapsizlar sizlar? Nima qilishimiz kerak? Turnirmi? Turnirni. Obunachilar agar komanda qilsa, PTSga o'ynaydigan komandasi bo'lsa, PTSga qilaylik deyapmiz. Leviki lobbyda o'rniga 3 kunlik PTSga birinchi o'rniga normal yutib qo'yiladi, yutib. Общий bitta beriladi. Kuniga 3 ta kartadan. Endi bunaqada PTS deganni kimdir tushunadi, kimdir tushunmaydi. Tasavvur qiling, endi men o'sha PTS degan narsani tushunmayman. O'sha narsani menga tushuntirib berishlaring kerak. PTSni endi boshidan oddiy, sodda, jaydar usulda tushuntirishga harakat qilgan. Qanaqa bo'ladi bu? Bu endi PTS degani bitta kilda bir PTS qo'yiladi. Aha. Odamlar kill pointiga qarab komandaga yoziladi. Nechta kill qiladi, top 1ga bor kill pointlar. Demak, u asosiy top adinga qarab emas, qilingan killga qarab turib, 3 ta o'yinda bitta qilib turib yutuq beriladi, to'g'rimi? 3 kun bo'ladi. 3 kun, misol endi bizda 3 kun qilmoqchimiz, shunday. Bitta kartadan shu общий yig'ilgan ballarini birinchi o'ringa qo'yamiz. Общий yig'ilgan ballarini. Shunda komandaga to'lanadimi yoki Komandaga to'lanadi. Komandaning eng yuqorisiga to'lanadimi? Komandaga to'lanadi. Shunda
birinchi o'rin olgan komandaga mukofoti beriladi. Agar shunday obunachilar xohlashsa, buni qilib ko'ramiz. Bo'lmasa Telegram kanaliga bir zapros jo'natib bitta nima qilib ko'ringlar. Tanlov berib ko'ringlar o'zlariga. Agar PTS o'ynaydiganlar ko'p bo'lsa, agar o'ynaymiz deydigan bo'lsa, PTS amalga oshiraveramiz. Farqi yo'q. Endi bolalar bitta ligada emas, boshqa kartalarda ham bir o'yinni ko'rishsin degan maqsadda bu bitta kartada qolib ketmaymiz-da. qaysi kartalarda o'ynaladi bu yerda? Bu yerda endi Miramar, anaqa Erangel bor, Sanok bor. 3 ta kartada. 3 ta kartada o'ynaladi, to'g'rimi? PTS. Hozircha da o'zi 5 ta, lekin hozir ko'plik qiladi bizga 5 ta. Sekin-sekin ko'paytirishga harakat qilamiz bu narsani. Hozirlikcha obunachilarimiz unchalik ko'p emas, lekin shu Asta-asta ko'tarib olamiz. o'yinchilar endi durjaydalarni qo'shib, odamlarni ko'paytirib, nima deydi, kanalimiz rivojiga o'zini hissalarini qo'shsa, xudo xolasa o'sha katta testli o'yinlarni ham o'tkazamiz. Saidjon nima gapirmayapti? Saidjon ovoz yo'q. Saidjon mikrofoni yopilib qoldi shekilli, o'zi bilmayapti. Bilyapman. Gapirmayapsan-ku. Tak, o'yinni saqlashga yordam bermayapsizlar bolalar. Qayerda ko'rsatay men ko'proq? Qayerda yaxshiroq jang bo'lyapti? 2 ta, 3 ta komanda to'qnashgan joylarni ko'rsatish kerak. Mana hozir Kozimjonovlar oldida-da. Kozimjonovlar bir joyga yig'ilib qolibdi. Milano PUBG'lar. FF. Shularni ko'rish kerak. 2 ta F. Balkonik Nokia'ga. Balkonik ko'tarish kerak balkonikda. David boryapti. David bordi, aha. Nima qilalar ekan endi? Kozimjonov FF'da ham David bordi. Sheriklar keldi FF'da. Ikkala tomondan. Yo'q-mo'yo 3 ta komanda bir joyga to'qnashyapti. Kozimjonov bilan. Nimaga bosib yormadi mana Nivis? Nima bu? NVSmi? NWC. New WC. Orqadan Doston bilan O'zbekiston yaqinlashyapti. X7 jamoasi ham keldi. X7 qiradi bularni hozir. Ham bor ekan, bu yerda 22-chi komanda bor, 3-chi komanda bor, mana yaqinlashyapti. 10-chi komanda. 3-chi komanda joniga ochiq turibdi. Lekin nimaga otmayapti? Derazadan ko'rinib turibdi hikoya. Buni qara. Uji kecho, orqadan uji X7 keldi. X7 o'tib ketdi. Bu taraflarda Zazona kirishayotganlar bor, 3 ta komanda bor. Ular ham bir-biriga yaqin joyda. O'sha hozir mana shu zonadan keyin hamma bir-biriga yaqinlashib egallab olishadi shu hamma joyni. Hamma pozitsiyada. Qimirlamayapti. Tak. Bu yoqda bum Dedoston bilan O'zbekiston bilan to'qnashuvda. Voy, sal qoldi.
Mana endi gum. Tüh. Gum. Vallahi. Voy tez. malades. Yo'q bordi ham zdachisiga. Masanga dedi. Yopilib ketmoqda O'zbekistonga. Doston. Bu sherigi doston. Dolu. Doston. Mana Nimaga ko'rinmayapti? Bu biroz o'ynayapti yana. birga bir fight bo'ladi bu yerda. Oh, buni qarang, Zazoni otishayotganlarda. Kim shu? Zazoni, u odamni ko'p ekan. 22-komanda bor bu yerda. 10-komanda. O'sha bittasini ayt bizga. 22 Yo'q, tashqarida. 10. 22 bo'ldi. Otmayapti-ku bu, voy. O'tib ham ketdi. I don't want to be with the pan. Endi mana qiziq joyga kelyapti, endi. Endi mana kulminatsion joyga yaqinlashyapmiz hozir. Bizda hozir hamma 22 ta odam bor, lekin zonani qara. Ko'ryapsanmi? Sardor? Hamma 22 hozir ta odam bor. to'pni olaman deb yashayapti-da bu zonaga. Yurgan joyda odam. Mana bu yerda ham bor ekan. Oho, mayda ham mana. 01 Abboslar. Shahar 580 ni yopib yuborishdi. Baron bilan birgalikda. 16-komanda bilan 26-komanda yonma-yon zonaga kirib kelmoqda. Bular fight qilarmikin endi? Zonada qolib ketadi bu bolalar o'zlari. Ya billa yopilib ketib qoldi. Yopilib ketdi. Oma qiryapti mana ikkala tomonda yotib olib. Mana 15 ta odam X7lar bir-birini yopib yubordi. X7lar. Ikkinchi komanda yaxshi, zonani yaxshi olibdi. Shu zonada agar berib qo'yishmasa, top 1da olsa bo'ladi. Yaxshi harakat qilishsa bo'ldi. X7lar yopildi. Ya yopildi, yopilmadi, nimada hozirlikcha. Buni qara X7lar bilan hammasi X7dan pardon, hamma Sardor o'zim. Zakonni solishyapti. Zona ham keldi o'zi. Ko'ramiz. Zona qolyapti. Zonada qoldi bolalar. Молодец. Zonada qolib ketdi. Zonada qolib ketdi bittasi. Yopib yuborma. Kerak. Hava bu Abbos akalar qahriga uchradi. Abbos akalar pozitsiyani dahshat egallabdi lekin, ha? Yaxshi egallabdi. Agar bular kimdir yoqib yubormasa. Kimchi? 3 ta komanda, hamma duo. 3 ta komanda hamma haqiqatda. Kim top 1da olib ketadi deb o'ylash shu joyda mana. Mana Milano bilan Kozimjonovga ishonch yo'q, chunki bular ikkovi ham Zazona o'zi ochiqda yuribdi. Kozimjonov uchun nok. Kozimjonov uchun nok. Menimcha shu RTX Zver va RTX Adoti shular olib ketadi deb o'ylayapman. 16-komanda. Lekin bular Zazona hali ham. Ko'ramiz. Milano aylanyapti. Erangil deydi kengisida valla. Milano PUBG. Milano PUBG Zazona qoldi. Iloji yo'q. O'yin zo'r joyga kelyapti. Nok.
Abbosaka yopildi. Tak, Milonov PUBG haliyam tirik. Kozimjonov yopildi. Baron. Bu yerda nima qiladi? Baron. Milano yashayapti haliyam, молодец. Milonov yopildi. Endi yopildi. Tim bilan yashasa bo'ladi. Top 1ni olsa ham bo'ladi Milano. Milonov zonadami? Zonada hali Milonov olib qo'yadi to'padinni, qarab turasan hali. Qarab turgin, Baron sakradi, iloji yo'q. Zona ko'ramiz. Ketdi. Milonov, хорошо. Ikkiga bir qolyapti. 2ga 1 bo'lgan bilan uzun mana bitta nok. 1ga 1 qolyapti. 1ga 1. Va yo'q borarmikan? 1ga 1. Voy, mana archa ham xalaq qilar ekanda. Nagli chiqib yordi, Zver nagli chiqib yordi. Хорошо. RTX'lar topadinni oldi. Yanimdek RTX'lar olib ketmoqda. Tak, hammaga rahmat. O'yinimiz zo'r bo'ldi. Hozir biz keyingi nimani kelishib olishimiz kerak. O'yin masalasini. Tak, keyingi o'yin Erangel bo'lami, Livik bo'lami? Nima deysan, Sardor? Erangel, menimcha ko'pchilik Erangel o'ynasa kerak deb o'ylayapman. Bundan